Assalomu alaykum. Jahonda ro'y bergan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. 18 dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem AQSh fuqarolik va immigratsiya xizmatiga Green Karta dasturlarini vaqtincha to'xtatishni buyurganini ma'lum qildi. Prezident Donald Trampning ko'rsatmasiga binoan men zudlik bilan DV1 dasturini to'xtatishni buyuryapman. Toki bu halokatli dastur sabab yana birorta amerikalik zarar ko'rmasin, dedi Kristi Noem. Dastur to'xtatilishiga sabab sifatida Brown universitetidagi otishmada gumon qilinayotgan shaxs Claudio Neves 2017-yilda AQShga aynan Green Card orqali kirgani ko'rsatilgan. Bir necha kun oldin AQShdagi Brown universiteti va Massachusetts texnologiya institutida otishmalar yuz berdi. Brown universitetida otishma oqibatida 2 kishi, xususan o'zbekistonlik talaba Muhammad Aziz Umurzoqov ham halok bo'lgandi. Imigratsion xilma-xillik vizasi dasturi har yili AQShga borish va qonuniy yashash uchun dunyo bo'ylab 50 minggacha insonlarga immigratsion vizani taqdim etgan. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Ukraina mudofaasini moliyalashtirish uchun muzlatib qo'yilgan Rossiya aktivlaridan foydalanish o'rniga qarz olishga qaror qildi. Bugun biz Ukrainaga 90 milliard yevro ajratish to'g'risida qarorni ma'qulladik. Shoshilinch tartibda Yevropa Ittifoqi byudjeti bilan ta'minlangan kredit ajratamiz, dedi Yevropa Kengashi raisi Antonio Costa Bryusseldagi muzokaralardan so'ng. Aslida Yevropa tomonidan qarz olish g'oyasi ham amalga oshmaydigandek tuyulgandi. Chunki bu qarorga Rossiyaga moyil Vengriya bosh vaziri Viktor Orban qarshi chiqib kelgan. Endi esa Vengriya, Slovakiya va Chexiya bu sxema moliyaviy jihatdan ularga ta'sir qilmasligi sharti bilan kreditga rozi bo'ldi. Reparatsiya krediti bo'yicha juda ko'p savollar bor edi. Shu sababli biz bir rejaga o'tdik. Yevropa betartiblik va bo'linishdan qochdi va birlashgan holda qoldi, dedi Belgiya bosh vaziri Bart de Wever. AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan hafta Yevropa davlatlarini zaif deb atagandan keyin yevropaliklar kuchi va qat'iyatini namoyish etishni ko'rsatdi, deb yozmoqda G'arb ommaviy axborot vositalari. Shuningdek, Yevrokomissiya Rossiyaning muzlatilgan pullari asosida reparatsiya krediti ustida ham ishni davom ettiradi. Rossiyaning 210 milliard yevroni tashkil etuvchi aktivlari Ukrainaga urush zararini to'lamaguncha muzlatilgan holda qoladigan bo'ldi. Avstraliya hukumati Bondi plajidagi hujumdan so'ng qurollarni davlat tomonidan qayta sotib olish dasturini e'lon qildi. Avstraliya bosh vaziri Anthony Albaneziga ko'ra, mamlakatda hozir 4 milliondan ortiq qurol bor. Agar qurollar sonini kamaytirmoqchi bo'lsak, ularni qayta sotib olish dasturi bu jarayonning muhim qismi bo'lishi shart, dedi Avstraliya federal politsiyasi komissari Chrissy Barrett. Yangi dastur ortiqcha, endi taqiqlangan va noqonuniy qurollarni sotib olishni nazarda tutadi. U federal hukumat hamda shtat va hududlar tomonidan 50-50 nisbatda moliyalashtiriladi. Hukumat bahosiga ko'ra 100 minglab qurollar yig'ib olinib yo'q qilinadi. Milliy kabinet shuningdek bir shaxs egalik qilishi mumkin bo'lgan qurollar soniga cheklov joriy etish, muddatsiz qurol litsenziyalarini va qurol turlarini cheklash, litsenziyaga ega bo'lishni Avstraliya fuqaroligi bilan bog'lashga kelishdi. Rasmiylar yakshanbadagi hujumni terrorchilik hodisasi deb e'lon qilgan va uni ota-bola sodir etganini aytmoqda. 24 yoshli Navid Akramga 59 ta ayblov qo'yilgan. Uning otasi Sajid hujum vaqtida halok bo'lgan. Bu voqealar ortidan Sidneyda ekstremistik mafkura bilan bog'liq gumonlar asosida hibsga olingan 7 kishini hozircha ushlab turish uchun doimiy asos yo'qligi ma'lum qilindi. Politsiya ulardan pichoq topgan, biroq qurol yoki boshqa qurol aslaha aniqlanmadi. Yangi Janubiy Uels politsiyasi esa ular kuzatuv ostida qolishini ma'lum qildi. Quddusdagi ultra-ortodoks yahudiylar mahallasida Isroil hukumati rasmiylari bilan yuzaga kelgan to'qnashuvda 13 nafar politsiya xodimi hujumga uchrab jarohat oldi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, mojarolar inspektor avtoturargoh qoidabuzarligi uchun jarima yozmoqchi bo'lganida boshlangan. Politsiya bir kishini qo'lga olgan. Shundan so'ng yuzlab ultra-ortodoks namoyishchilar yetib kelib, gumonlanuvchini ozod qilishga uringan. Politsiya mashinalarga zarar yetkazgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, politsiya shovqin granatalar qo'llagan
suv purkagichlardan foydalangan va namoyishchilarni tayoqlar bilan kaltaklagan. Mahalla aholisi politsiyani o'z a'zolaridan birini harbiy ro'yxatdan o'tmagani uchun hibsga olishga urinishda ayblagan. Politsiya esa bu ayblovni rad etgan. Payshanba kuni ultra-ortodoks namoyishchilar sohil bo'ylab o'tuvchi yirik avtomagistrallardan birini to'sib qo'ydi. Taxminan 1.300.000 ultra-ortodoks yahudiylar Isroil aholisining 10% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Ular G'azodagi urushdan keyin majburiy harbiy xizmatga chaqirish bilan bog'liq mojarolar tufayli hukumat bilan to'qnash kelmoqda. Sudandagi yarim harbiy guruh RSF aprel oyida Darfur mintaqasida ko'chirilganlar lagerini egallab olganida ommaviy qatllar uyushtirgan. Bu haqda payshanba kuni e'lon qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha boshqarmasi hisobotida so'z boradi. Hisobotda aytilishicha, hujumdan bir necha oy oldin tezkor qo'llab-quvvatlash kuchlari 1,5 million kishi boshpana topgan Zamzam lageriga oziq-ovqat va boshqa ta'minot vositalarining kirishini to'sib qo'ygan. Lagerni egallab olish jarayonida ommaviy qotilliklar, zo'rlash, qiynoqlar va odam o'g'irlash holatlari haqida xabar berilgan. Kamida 319 kishi lager hududida yoki qochishga uringan paytda qatl qilingan. Xulosalar 2025-yil iyul oyida Chad davlatiga qochib o'tgan 155 nafar guvoh bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Ularning birining ko'rsatmasiga ko'ra, lager ichidagi bir xonada yashiringan 8 kishi RSF jangchilari tomonidan o'ldirilgan. Jangchilar derazadan miltiqlarini ichkariga kiritib, xonadagi odamlarga qarata o'q uzgan. Oktyabr oxirida esa guruh Al-Fashir shahriga hujum qilib, yana minglab odamlarni sudsiz qatl qilish va o'g'irlashda ayblanmoqda. Fransiyaning ichki razvedka xizmati mamlakat janubidagi Set portida to'xtab turgan kemada aniqlangan kuzatuv qurilmasi yuzasidan tergov boshladi. Anadolu'ning yozishicha, operatsiya o'tgan hafta Parij prokuraturasi ko'rsatmasi bilan amalga oshirilgan va 2000 kishini tashishga qodir fantastik yo'lovchi kemasi nishonga olingan. Italiya kompaniyasiga tegishli kemada o'tkazilgan tintuv davomida 2 nafar gumonlanuvchi, biri Latviya, ikkinchisi Bolgariya fuqarosi kuzatuv qurilmasiga noqonuniy aralashuvda gumon qilinib qo'lga olingan. Kontrrazvedkachilar tergov davomida kema bortida qo'shimcha materiallar aniqlagan. Fransiya ichki ishlar vaziri Laurent Nunez hodisani juda jiddiy deb atadi. Ba'zi shaxslar kemaning ma'lumotlarini qayta ishlash tizimiga buzib kirishga uringan, dedi u. Bunday xorijiy aralashuvlar esa bugungi kunda deyarli har doim bitta mamlakatdan kelib chiqadi. Eng asosiy xavf shundaki, Yevropada kuchayib borayotgan xorijiy kiberrazvedka va aralashuvlar zanjiri harbiy tuzilmalardan fuqarolik obyektlariga o'ta boshlagan. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha.